osteopatga murojaat qilib, osteopat davosini olishni tavsiya etmaymiz, aynan skolioz kasalligida. Bugun mavzuyimiz skolioz va kifoz kasalligi haqida bo'ladi. Hozir ya'ni chiqmagan jondan umid degan naqliga amal qilishadi hamda fizioterapevtik muolajalarni buyurishadi. Bugungi kunda skoliozni davolab bo'ladimi? Bu bedavo kasallik emas. Voy, endi sport bilan shug'ullana olmaymanmi degan qo'rquvlar bo'ladi. Skoliozni davolash yosh juda katta ahamiyat berilishi shart. Davo topmagandan keyin bu kasallikni davolab bo'lmas ekan degan fikrga kelib qolishyapti. Hattoki korsetga qarshi ko'rsaga bo'lib ham hisoblanadi. Yana bitta og'riqli mavzu bu sportsmenlarda agar skolioz aniqlansa nima bo'ladi? Butun dunyo taniydi Usain Bolt. Har bitta poliklinikada insonlarga dostupni bo'lishi. Mana o'zingiz boshchiligingizda shiroterapiya kirib keldi. Ya'ni 2 yil, 1 yil ichida fizioterapevtik muolajadan tashqari birinchi o'ringa shiroterapiya chiqadi deb umid qilamiz inshaalloh. Skolioz bo'yicha onalarni qiynaydigan savollarga bugun javob topishadi deb o'ylayman. Sababi shifokorlarimizning ishligi juda ham ko'p, tig'iz bo'ladi va onalar ko'pincha savollariga javob topisha olmaydi. Bugun vaqt ajratib hamma savollaringizga javob berish uchun respublikada aynan skolioz bo'yicha juda ham eng kuchli mutaxassislardan biri bo'lgan doktorni taklif qilganmiz. Doktor, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, xushvaqt bo'ling. Bugun mavzuyimiz skolioz va kifoz kasalligi haqida bo'ladi. Sagdullayeva Nilufar Shukurullayevna, O'zbekistondagi ilk shirot-terapevt, Ukraina reabilitatsiya markazi reabilitologi, sog'liqni saqlash a'lochisi ko'krak nishoni sohibasi. Hozirda Bebisan bolalar sog'lomlashtirish markazi asoschisi va Bebisunnat klinikasi rahbari. Bilamizki, siz bu borada operatsiyalar o'tkazasiz, juda ham ko'p bemorlarni ko'rasiz, xalqaro konferensiyalarda qatnashasiz. Aynan shu bilimlarni egallagan shifokor sifatida bugun onalarni qiynayotgan savollarga javob bersak degan maqsadda suhbat uyushtirdik. Birinchisi, o'sha onalarga tushunarli bo'ladigan tilda tushuntirib bersangiz, skolioz o'zi nima? Skolioz bu umurtqa pog'onasini qiyshiyishi. Mirdadayev Jamshid Farhodovich, Respublika bolalar ortopediya markazi, umurtqa pog'onasi va ko'krak qafasi patologiya bo'limi 11 yillik jarroh ortoped shifokori. Xalq tilida aytadigan bo'lsak, bu umurtqa pog'onasini yonga S simon, S simon hamda kifoz esa oldinga egilishi. Undan tashqari lordoz ham bor, ichkariga kirishi bilan tafovut tavsiflanadi. Endi buni ilmiy jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, bu skolioz bu uch sathda qiyshayishga aytiladi. Yonga sagittal, frontal hamda qo'z o'q atrofida buralishga aytiladi. Endi ilmiy tildan ko'ra menimcha ota-onalar uchun xalq tilida tushunadigan tilda gaplashsak maqsadga muvofiq bo'ladi inshaalloh. Bugungi kunda skoliozni davolab bo'ladimi? Albatta, bu skolioz o'zi bu juda katta muammo hisoblanadi. Bugungi kunda bizning mamlakatda, bizning respublikada ayniqsa katta muammolardan biri bo'lib hisoblanadi. Ortopedik kasalliklar ichida ham eng og'ir deformatsiya, eng og'ir kasallik bu skolioz kasalligi deb aytiladi. Skolioz kasalligi bu umurtqani qiyshayishi, bu juda ham qiziq holat. Har bir dunyoda 100 ta tug'ilgan, ya'ni 100 ta odamdan 2 ta yo 3 tasida skolioz uchraydi. Bu degani har bir maktabda 100 o'quvchidan 2 ta yo 3 tasida skolioz mavjud degani. Bu bedavo kasallik emas, bedavo dard emas. Hozirda zamonaviy davolash usullari juda ham keng yoyilgan. Ko'pincha hozir patsientlar orasida shunaqa vaziyatlar yuzaga kelyaptiki, har xil mutaxassislarga borib, davo topmagandan keyin bu kasallikni davolab bo'lmas ekan degan fikrga kelib qolishyapti. Men nimaga aynan maqsad qilib bu sohadagi eng kuchli mutaxassislar bilan suhbat o'tkazyapmiz, xalq ko'rsin, xalq bilsin kimga murojaat qilishini kerakligini. Chunki to'g'ri mutaxassis tanlab borganda haqiqatda natija bo'ladigan kasallik haqida, kasallik ekanligi haqida bugun belgi bermoqchilik onalarga. Keyingi savolim, skoliozda qancha vaqtda natija beradi? Skolioz natija bu skolioz sprint deganidek gap emas, ya'ni sprint bilamiz 100 metrga yugurish. Boshlanadi start, final tugaydi. Lekin skolioz bu 100 metrga yugurish yoki bo'lmasa 300 metrga yugurish sprint emas. Bu bilan davolangandan keyin xohlaydi, ko'pchilik ota-onalar xohlaydi, keladi ko'rigingizga, bundan keyin 2 oydan keyin, 1 oydan keyin keladi-da, doktor natija sezmayapman yoki boshqa. Lekin natija olish uchun kamida 6 oy vaqt kerak bo'ladi. Natija skoliozning darajalariga qarab tavsiflanadi, ya'ni turiga va og'irligiga qarab tavsiflanadi.
va qanday davo olishiga ham juda katta ahamiyat berish kerak bo'ladi. Zo'r. Menimcha javobingizdan to'liq qoniqishdi. Va yana bitta eng ko'p beriladigan savol, bu savollarni onalardan yig'dik, internetdan, Telegram gruppamizdan, patsientlarimizdan hammasidan yig'ganmiz. Keyingisi skoliozni davolashda yoshni ahamiyati bormi deb so'rashyapti. Albatta, bu skoliozni davolashda yoshning ahamiyati juda katta. Sababi ozgina kech qolishimiz, ya'ni 3 oyga kech qolishimiz ham skoliozni 10-15 gradusga ko'payishiga sabab bo'ladi. Rister chizig'i, ya'ni ilmiy tilda aytadigan bo'lsak, rister bu olim, rister chiziqlari bor, chanoq suyagida belgilangan chiziqlar bor. O'shalarning ochiqligi va yopiqligiga katta bog'liqligi bor. Skoliozni davolash yosh juda katta ahamiyat berilishi shart. Bu sababi 16-17 yoshdan keyin rister chiziqlar yopilgandan keyin na korsetni, na qilinayotgan fiziomolajalarni, terapiyalarni foydasi ancha kamayadi. Hattoki korsetga qarshi ko'rsatma bo'lib ham hisoblanadi. Rister chizig'i o'sha 0 dan 5 gacha baholanadi. Bu 0 bu o'suvchi zona chanoq suyagida ko'rinmaydi. 8-9 yoshda 1 ni egallaydi. 9-10-11 yoshdagi 2, 13-15 yoshga borib qiz bola va o'g'il bolalarda ozgina 1 yil, 2 yilga farq qiladi. Ya'ni o'g'il bolalar kechroq, qiz bolalar esa vohliroq bo'ladi. Shunga katta bog'liq hisoblanadi. Ya'ni katta ahamiyat berishimiz kerak rister chiziqqa va yoshiga. Shuni agar inobatga oladigan bo'lsak, qilinayotgan davo taktikalarimiz ham natijasi shunga qarab bo'ladi. Shuning uchun ham ota-onalardan so'rab qolamiz, farzandiga bee'tibor bo'lmaslikni, vaqtida ortoped ko'rigidan o'tishni tavsiya qilamiz. Aynan maktab yoshidagi va bog'chani o'zidayoq tekshiruvga olib borish maqsadga muvofiq deb bilamiz. Yana bitta og'riqli mavzu, bu sportsmenlarda agar skolioz aniqlansa nima bo'ladi? Sportsmenlarda skolioz aniqlanishi, bu aytadigan bo'lsak, butun dunyo taniydi. Usain Bolt, ya'ni sprinter, 100 metrga jahon chempioni rekordni o'rnatgan. Usain Boltda ham skolioz kasalligi mavjud. Hamda Jessica Ashwood, olimpiyskiy chempion, juda ham zo'r suvchi, suzadi. Hattoki o'shanda ham skoliozni 4 darajasi aniqlangan va u suzishiga va olimpiyadada chempion bo'lishiga hech qanday ta'sir ko'rsatmagan. Ammo yosh o'tgandan keyin ham skolioz rivojlanadi. Rivojlanish bu yiliga 1-2 gradusni tashkil qiladi. Jessica Ashwood ham sportni tashlagandan keyin skolioz rivojlanish hamda uni yurak va o'pka sistemasida muammolar keltirgani uchun jarrohlik amaliyotini tanlagan va jarrohlik usulida davolangan. Shuning uchun ham sportsmenlarda skolioz aniqlanishi bu qaysi sport turiga qaraladi. Agarda suzuvchi yoki sprinter yoki boshqa bo'ladigan bo'lsa, ularga sportni tashlamaslik, o'shanda davom etish tavsiya etiladi. Bordi-yu og'ir sportda, kurash yoki kurashlarda bo'ladigan bo'lsa, ya'ni insonni ko'taradigan harakatlarda bo'ladigan bo'lsa, sportni o'zgartirishi tavsiya etiladi. Sport turini yengilroq o'tkazish. Albatta. To'g'ri. Demak, butunlay taqiqlab qo'ymas ekanmiz. Juda ham ko'p insonlarda tushkunlik holati yuzaga keladi. Masalan, skolioz aniqlangandan keyin voy endi sport bilan shug'ullana olmaymanmi degan qo'rquvlar bo'ladi. Menimcha shunaqa qo'rquv bor bolalarga ham bu zo'r motivatsiya bo'ldi doktor javoblari. Keyingisi nimaga shu kungacha shifokorlar elektroforez, parafin suzishni tavsiya qilishyapti. Bu xalqaro standartlarda yordam bermasligi isbotlandi-ku. Nimaga bizda hali ham shu muolajalar yozilyapti? Albatta. Bizning mamlakatda hozir bilamiz, mana o'zingiz boshchiligingizda shiroterapiya kirib keldi. Kirib kelganiga ko'p ham bo'lmadi. Lekin rivojlangan davlatlarda bu ancha yillar oldin kirib kelgan. Shiroterapiya bizga kech kirib kelgani ham shu fizioterapevtik muolajalarni haligacha yozilayotganiga sabab deb o'ylayman. Agarda bu ham bizda 15 yil, 20 yil oldin kirganda edi, bizning shifokorlar tomonidan ham bu narsa tavsiya qilingan bo'lar edi. Hozir ya'ni chiqmagan jondan umid degan naqlga amal qilishadi hamda fizioterapevtik muolajalarni buyurishadi. Bizning xalqimiz shunaqaki, shifokorga maslahatga kelganda siz unga maslahat bersangiz, yo'q bola yaxshi, yo'q mana bunaqa, yo'q mana buni qilasan, yo'q buni qilasan desangiz, ular doktor menga hech narsa yozmadi-ya deydi. Shuning uchun ham shifokorlarimiz chiqmagan jondan umid deya fizioterapevtik muolajalarni buyurishadi. Xudoga shukr, mana hozir o'zingiz boshchiligingizda kirib keldi va keng yoyilyapti inshaalloh. Agarda bu shiroterapiyani yana ham kengaytirsak, boshqa qilsak, bundan buyog'iga yaqin kelajak, ya'ni 2 yil, 1 yil
yil ichida fizioterapevtik muolajadan tashqari birinchi o'ringa shiroterapiya chiqadi deb umid qilamiz inshaalloh. Meni ham maqsadlarim shu, chunki O'zbekiston aholisi ham sifatli tibbiy xizmat olish huquqiga ega har bittasi. Men o'ylaymanki, maqsadim masalan shiroterapiya har bitta poliklinikada insonlarga dostupna bo'lishi, yetarli darajada bo'lishi, narx jihatdan ham. Buning uchun juda ham ko'p mutaxassislik kerak bo'ladi va hozir harakatdaman, xudo xolasa vazirlikda. Nimaga masalan ko'p menga savol berishadi, nega vazirlik shuni kirgizmaydi deb. Tibbiyot juda katta soha, uni bitta juda ham bir tomchisi skalyoz hisoblanadi-da. Har bittamiz o'zimizdan sohada nimadir yengilliklar kirgizsak, bu yurtimizga yordam bo'ladi va o'ylaymanki, hammamiz o'zimizdan sohada zo'r bo'lsak, ancha tibbiyot ham rivojlanadi. Hamma kesimda ham xudo xolasa rivojlanishlar yuzaga keladi. Keyingisi bugungi kunda shirotga murojaat qilayotgan bemorlarning 65% dan ko'pi osteopatda davolanib kelishadi. Skalyozni osteopatiya bilan davolab bo'ladimi? Osteopatiya bu hozir global muammoga aylangan, sababi bizga murojaat qilib kelayotgan bemorlarimiz ham osteopatga bordik, osteopat mamlaqa bo'ldi. Ishlatgan pulini agar hisoblaydigan bo'lsangiz, bu oz pul bo'lmaydi. Operatsiya pulidan ham qimmat. Osteopatiya bu bilamiz, mushaklarda trigger zonalarni, fatsialni og'riqlarni boshqalarga yordam beradi. Ammo skalyoz kasalligi mutlaqo yordam bermaydi hamda ilmiy jihatdan isbotlanmagan. Shuning uchun ham osteopatga murojaat qilib, osteopat davosini olishni tavsiya etmaymiz, aynan skalyoz kasalligida. Agar miyofatsialni og'riqlar bo'lsa, triggerning zonalarida tugunlar bo'lsa, uni yechishda boshqa katta yordam beradi. Ammo skalyozda esa bu yordam bermaydi. Butun dunyoda isbotlangan tibbiyot bu bilamiz. Shirot muhitida ham skalyozda katta yordam beradi va bu ilmiy isbotlab berilgan. Shunaqa ko'p osteopatlar xafa bo'lishdi. Mendan nimaga bunaqa deb chiqyapsiz? Bu haqiqatda ilmiy isbotlangan. Osteopatiyani biza qarshilik hech qanaqa joyimiz yo'q. Faqatgina aynan skalyozda bu 3 ta eng kuchli mutaxassislar bor. Bu ortoped vertebrolog, aynan operatsiyalarda shiroterapeut va korset shino. Boshqa ilmiy metodika yo'q skalyoz bo'yicha. Shuning uchun ham bu gaplarimiz bilan nima demoqchimiz? Bemorlar vaziyatni yanada og'irlashtirib, juda ham og'ir turlarda keyingina shifokorga yetib boradi yoki shiroterapeutga yetib keladi. Maqsadimiz aynan mutaxassisga borsin va vaqtini yo'qotmasin bemorlar degan maqsadda hozir gapirib o'tdik. Chunki bizga kelayotgan juda ham ko'p patsientlar 65% mana qizlar berishgan statistika, hammasi osteopatga borib, keyingina bizga qaytib kelishgan. Rahmat javob uchun. Yana bitta onajon so'rayaptilar, 3,5 yosh qizim bor. Unda skalyoz 3-darajasi aniqlangan. Buni to'liq tuzatsam bo'ladimi deb so'rayaptilar. Endi bu yoqdagi skalyozni turiga, ya'ni u tug'mami yoki orttirilganmi bilamiz. Infantil skalyoz kasalligi bor. Infantil skalyoz kasalligi bu skalyoz kasalliklarining ichida 1% ni tashkil etadi va u vaqt o'tishi bilan 5-6 yoshgacha sekin o'zi ham tuzalib ketish ehtimoli yuqori. Bordi u skalyoz tug'ma bo'ladigan bo'lsa va tug'mani turiga qarab turib davo taktika tanlanadi. Uni albatta rentgen qilib ko'rish kerak bo'ladi, chuqurlashtirilgan tekshiruv kerak bo'lsa MRT, MSK da tekshiruvlar ham o'tkazilishi zarur hisoblanadi. Sabab bilamiz, umurtqa pog'onasining kanali bor, u kanalda orqa miya joylashgan. Orqa miyani, ya'ni spina bifida deymiz, agar o'sha kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, neyrokirurg ko'rigidan ham albatta o'tishi zarur hisoblanadi. Tushunarli, rahmat to'liq javob uchun. Keyingisi, bugungi kunda chet el davlatlariga borib davolanayotgan insonlarga fikringiz, yurtimizda bunaqa mutaxassislar yetishmaydimi yoki ular tanishmaydimi shifokorlar? Bizda ham juda ham kuchli operatsiyalar bor-ku skalyoz bo'yicha. Nega bemorlar bu kungacha chet elga ketishyapti operatsiya qildirgan? Albatta, bu yoqda biz bir narsani aytishimiz muhim. Hojiboy Tojiboyev rahmatli aytganlaridek, agar Xorasxon chet ellik bo'lsa, yotib yalaydi degan naqlga to'xtalsak bo'ladi. Sababi rivojlangan davlatlar qatorida bizda ham meditsina, ya'ni tibbiyot juda keng rivojlangan. Aynan nima uchun? Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan mutaxassislar o'qitiladi. Mutaxassislar O'zbekiston sharoitida emas, aynan chet el sharoitida o'qitiladi va skalyoz kasalligi bo'yicha ham juda katta ilmiy ishlar, ilmiy amaliy ishlar qilinmoqda. Chet el uryinida hattoki jarrohlik amaliyotlari o'tkazilyapti. Bizda
agitatsiya kuchli bilamiz, har bir davlatni o'zini ya'ni yuboradigan, agitatsiya qiladigan o'zini firmani ishchilari bor. Agitatsiya qilinadi va bepul ko'riklar juda keng o'tkaziladi bizning mamlakatda. Bepul ko'rik degani bu ko'rik zo'r, savob ish qildi degani emas. Chet eldan mutaxassislar keladi, bepul ko'rik qiladi albatta, to'g'ri. Va chet mamlakatlarga borilgandan kelib operatsiya qilib kelgan bemorlardan so'rasak, uni ketkizgan puli ancha pul hisoblanadi. Uni 10 dan 2si hamda 1i bizning mamlakatga ketmaydi agarda bizada davolansa. Va bizada albatta chet mamlakatlarda qanday davo taktika qo'llansa, bizning mamlakatda ham xuddi shunday davolash taktikasi qo'llash qobiliyatiga bizning shifokorlar ega. O'sha apparatlar ham hamma sharoit bor, chet ellik bilan bir xil. Albatta, bir xil qo'yiladigan transpedikulyar vintlar, undan tashqari neyrofiziolog hamma apparatlar bizda mujassam. Biza ishonch hosil qilish uchun doktori natijalarini ham qo'yib ketamiz. Buni rentgenlarda ham bemalol ko'rsanglar bo'ladi va men praktikamda shunaqa vaziyat bo'ldi. Yo'q, men bu yerda ishonmayman deb chet elga borib, qaysi davlatligini aytmayman, borib operatsiya qildirib kelishdi, lekin ularda ham o'sha shuntlarni chiqib ketgan holatlari bolani bo'yi o'sganda kuzatildi. Demak, aytmoqchi bo'lganim, shifo topsak, yurtimizda ham juda ham kuchli mutaxassislar bor va bunga bemalol yetarli darajada apparatlarimiz ham bor bemalol. Bu o'zimiz shaxsan savolim. Masalan, hamma sohada o'sha ilmiy asosga ega metodikalar bor deymiz. Masalan, o'sha Shirotda 3 ta metodikani aytamiz. Bu Katerina Shirot asos solgan Shirot metodikasi va Jak Shino asos solgan Shino korseti. Operatsiyaga kim asos solgan va qanaqa yo'nalishda qilinadi operatsiyalar shu bo'yicha aytib o'tsangiz? Xo'p, operatsiyaga asos solgan Country Dupasi birinchi o'sha metalli konstruksiyani ishlab chiqarishgan, ya'ni metal yoniga qo'yib turib simlar bilan umurtqalarga bog'langan va bu o'zidan sekin rivojlanib kelgan. Buni klassifikatsiyasi ham rivojlangan hamda qo'yiladigan metal konstruksiya ham rivojlanib, ya'ni 4-avlod metal konstruksiyalar deymiz, ya'ni vint, transpedikulyar vint aynan umurtqani oyoqchalariga buraladi ikki chetidan. Bu ikki chetidan oyoqchalariga buraladi va stерженьga qotiriladi. Oldingi qilingan metodikalarda ikki chetiga qo'yib sim bilan qilganda torsiyani to'g'irlash imkoni bo'lmagan. Ya'ni sagital sathda to'g'irlangan, frontal sath to'g'irlangan, ammo tors ya'ni rotatsiya to'g'irlanmagan. Hozirgi qilinadigan metodika transpedikulyar vintlarda qo'yilgan metodikada bir vaqtni o'zida ham sagital, ham frontal, ya'ni 3D deymiz, ham buralishni to'g'irlab ketadigan transpedikulyar vintlar ishlab chiqarilgan. Endi bu chiqarilgan firmalar boshqalar juda ham ko'p. Medtronic deymiz, Medusi deymiz, koreyskiy, xitoyniki bor, hattoki o'zimizda ishlab chiqarilayotgan metal moslamalar ham mavjud. Keyin yana operatsiyasi bizda qo'rqib ketishadi. Shular bo'yicha ham aytib o'tsangiz, sizda bo'lganmi shunaqa patsientlar operatsiyadan keyin tug'gan, turmushga chiqqan patsientlaringiz bo'lganmi? Albatta, u juda ham ko'p. Bu operatsiya, ya'ni jarrohlik amaliyoti bizning mamlakatda kimga aytsangiz ham qo'rqmaydigan odam yo'q. Ya'ni jarrohlik amaliyoti desa bizda hamma cho'chiydi va bizda shifokorlar jarrohlik amaliyoti bo'lsa ham sizni farzandingizda jarrohlik amaliyoti kerak degan so'zni aytish uchun biz unga qancha so'z gapirishimiz kerak bo'ladi. Sizning farzandingizda birinchi uchragan kasallik emas. Bizda bunday kasalliklar juda ham ko'p davolanadi va shu narsaga amin bo'lganmizki, chet mamlakatlarda borib o'qiganimizda jarrohlik amaliyotiga muhtoj bolalar bo'lsa, ota-onaga to'g'ridan-to'g'ri sizni farzandingizda mana kasallik, sizni farzandingizga jarrohlik amaliyoti kerak. Sizga tushundim, qachon nima qilishim kerak degan savol ota-ona tomonidan bo'ladi. Bordi-yu bizda jarrohlik amaliyoti farzandingizga kerak deydigan bo'lsak, ota-ona tomonidan vahima hamda ertasi kuni otasi bilan, uni ertasi kuni oilaviy kelib sizda qanday jarrohlik amaliyoti, nima bo'ladi degan narsalar bo'ladi. Jarrohlik amaliyoti skolioz kasalliklarini 1-2% tashkil etadi. Umumiy skolioz kasalliklarining esa 10% tashkil etadi. Bu degani 100 ta skoliozga chalingan bemorni 10 ta donasi jarrohlik amaliyoti bilan davolanadi degan gap. Aynan 10 tasi davolanganda ham bu bizning mamlakatda juda ko'p. Bu butun dunyo bo'yicha statistik ko'rsatkich, lekin bizning mamlakatda o'ylaymanki, bu statistik ko'rsatkich biroz yuqoriroq. Nimaga? Boya aytib o'tganimizdek, bizda shiroterapiya mana rivojlanyapti, endi yo'lga qo'yilishi rivojlanib boryapti va shu shiroterapiyaga bog'liq, ya'ni erta aniqlab, erta davo qo'llanganda aynan shu butun dunyoga ko'rsatilgandek ko'rsatkich, ya'ni
10% tushadi deb umid qilamiz. Hozirda bizda bu ko'rsatkich 20-23% tashkil etadi, ya'ni jarrohlik amaliyoti qilinishi. Shuning uchun ham jarrohlik amaliyoti bizni ishxonamizda, ya'ni biz ishlaydigan joyni o'zida 1 yilda 100 taga yaqin jarrohlik amaliyoti o'tkaziladi. Bu Toshkentda Respublika bolalar tibbiy markazida. Undan tashqari respublikamizda qanchadan qancha markazlar bor va qanchadan qancha skolioz kasalligi bilan shug'ullanadigan mutaxassislar bor. Ularni ham qo'shsak, bu ancha ko'rsatishni ko'rsatadi. Va jarrohlik amaliyotidan keyin bizda turmushga chiqqan, o'zi erkin fiziologik tug'ruq qilgan bemorlarimiz bor. Hattoki shunday voqea bo'lgan, Munisa degan patsiyentimiz bor. Hozir 27 ga chiqqan, 14 yoshida Respublika bolalar tibbiy markazida jarrohlik amaliyoti o'tkazgan. U juda ham xursand. Hattoki biza Yangiyo'lga to'yiga ham borganmiz. To'yda ham bo'lganmiz. Kelin ko'ylak kiygan, juda ham baxtli. Hozirda 3 ta farzand onasi. 3 ta farzandning onasi. Hattoki hozirda bizga keladi. Nimaga keladi? Bilamiz, skoliozning nasliy degan taxmin eng yuqori o'rinda turadi. Farzandida ham skolioz mavjud. Shuning uchun bizda ham davolanadi. Onani o'zi xursand, o'zi shu skolioz kasalligidan davolangan va turmushga chiqqan, farzandli bo'lgan. Farzandida esa skoliozni erta aniqlab, hozirda erta davo taktikasi qo'llanilgani uchun farzandidagi skolioz ko'zga ilg'amay, ko'zga tashlanmaydi. Shunisidan ona xursand. Va onani so'zi shu yerda qanaqa? Men erta bildim, xuddi menga o'xshab onalar erta aniqlab, erta davolashni tavsiya etgan bo'lardim degan gapni doim bizga kelganda aytib o'tadi. Demak, mana to'g'ri mutaxassis tanlab borish ham juda ham ahamiyatli. Mana turmushga chiqib 3 nafar farzandning onasi bo'lganlar, hammasini o'zlari fiziologik tug'ruq. Juda ham ajoyib, zo'r natija. O'ylaymanki, bu juda ham chiroyli natija va aynan shu turmushga chiqadigan paytda yoki o'sha korsetni taqish kerak bo'lgan paytda yoki operatsiya bo'lishi kerak bo'lgan paytda qizni tushkunlikka tushib qoladi. Bo'ldi, bu muhr bosilgandek, xuddi o'zini nogironday his qiladi va bu narsa menimcha sizlarga kesib rels qilgan bo'lar ekan. Chunki juda ham ko'p insonlarda bu bo'ldi, operatsiya qilindimi, tug'maydi, tug'ish mumkin emas, og'ir ko'tarish mumkin emas degan, demak, mana sport bilan ham shug'ullansa bo'ladi, shifokor maslahati bilan ko'riklarda ko'rinib tursa va farzandli bo'lsa ham bemalol bo'lar ekan. Qaranglar qanaqa. Keyingisi operatsiyadan keyin farzandli bo'ladi. Bu savolga javob topishdi menimcha, o'ylayman. Skolioz davomiz endi kifoz holati ham. Kifoz holatida ko'p onalar befarq bo'lishadi. Bu shunchaki qomatni bukilishida, hech narsa bo'lmaydi, lekin ichki organlarda ham o'zgarishlar bo'ladi. Kifoz holatidagi kasallingizda bemorlaringizda qanaqa holatlar bo'lgan, operatsiya qilgan patsiyentlaringiz ham bo'lganmi? Kifoz holati bu bilamiz, umurtqani o'zi ikkita fiziologik, ikkita 4 ta umumiy hisobda fiziologik egrigan ikkita kifoz, ikkita lordoz bukilmalari bor. Agar u fiziologik bukilmadan oshsa, ya'ni ko'krakdagi fiziologik bukillik ko'paysa, bu kifoz deb aytamiz. Fiziologik normada bu 30 gacha, ya'ni 30 gradusgacha deb bilsak, undan oshsa уже fiziologik kifoz bo'lmaydi, u patologik kifozga aylanadi. Kifoz kasalligi bu skolioz bilan birgalikda ko'pincha keladi. Bu bir. Ikkinchi masala, ko'krak qafasini girdobsimon deformatsiyasi, qirrasimon deformatsiyasi bilan ham birgalikda keladi. Va alohida kifoz ham uchraydi. Bu o'sha boshqa sistem kasalliklar bilan birga uchraydi. Kifoz kasalligi, skolioz kasalligining darajasiga qarab turib, agar u og'ir bo'lsa, albatta ichki organlarda yetishmovchilikni keltirib chiqaradi. Bu bilamiz, ichki organ bu o'pka va yurak. Yurak bu qon bilan ta'minlash vazifasini bajarsa, o'pka bu gaz almashinuv vazifasini bajaradi. Agarda bordi-yu kifozni darajasi og'ir bo'ladigan bo'lsa, o'pkada siqilish hamda nafas yetishmovchiligi, ya'ni restruktiv tipdagi nafas yetishmovchiligiga olib keladi. O'z-o'zidan nafas yetishmovchiligi to'qimalarda kislorod yetishmovchiligi olib kelib, bemorda ozg'inlik kuzatiladi, tez charchash kuzatiladi, hamda zinadan chiqqanda, uxlaganda yurak ochishlar kuzatiladi. Albatta bu kifoz kasalligi ham o'z-o'zidan nafas faoliyatini va yurak faoliyatini buzadi, agarda u og'ir deformatsiya, ya'ni og'ir darajada bo'lsa.
Demak, bunga ham befarq bo'lish kerak emas, jiddiy Albatta. muammolarga olib keladi. Albatta. Kifoz bilan ham murojaat qilishadimi sizga? Bizda kifoz bilan ham murojaat qilishadi. Hozir bilamiz gipodinamiya bu birinchi o'rinda. Gipodinamiya bilan kam harakatlik. Bolalarimiz hozirda bizga o'xshab oldindagi futbol o'ynash yoki tanaffus paytida tanaffus 25 minut yoki yarim soat berilsa, biz hattoki tanaffus tugagandan keyin ham darsga kirmasdan futbolni o'ynab, gap eshitgan, kalta yegan paytlarimiz bo'lgan. Hozirda tanaffus paytida har qanday maktabga borib qarasangiz, hamma bolalarning qo'lida telefon, o'yin o'ynagan va qandaydir YouTube'da narsa ko'ramiz. Bularning hammasi muskulda kam ishlagani hisobiga kifoz, ya'ni qomat buzilishiga olib keladigan faktorlardan bittasi hisoblanadi. Shuning uchun ham har bir ota-ona yelka pastga tushib turadi. Xuddi qo'pol qilib aytganda, xuddi nimadan qo'rqqanda yelkasini tushkunlikka tushgandek tushirib oladi deyishadi. Bu albatta birinchi navbatda bog'liq bo'ladi gipodinamiya, ikkinchi navbatda bu uyqu. Ya'ni oxirgi paytlarda o'tkazilgan tadqiqot, ya'ni 2019-yilda o'tkazilgan tadqiqot bor, 1000 ta tovuqda o'tkazilgan tadqiqot bor, bu uyqu. Bilamiz, hozir bolalar uxlashi 11, 12, hattoki 2. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, bizni yoshligimizda oqshom ertalari bo'lardi, soat 8da, 8:10da tugardi. Albatta 8:10 bo'ldimi, uxlashga yotilardi, uzoq 9da uxlab qolardik va ertalab vaqtli turardik. Hozirda esa bolalarimiz 11, 12 qilib uxlaydi. Bu bir. Ikkinchisi telefon, uchinchisi svet yo'q bo'lishi, to'rtinchisi esa televizor yoki planshetda, gadjetlarda o'tirishi. 2019-yil tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, tovuslarda o'tkazildi. Bunda 1000 ta tovus olindi. Bu o'sha o'tkazishga kelgan bo'lgan guruh tovuslar. Ikkinchisi 1000 ta tovuslar esa har doimgi tungi vaqtda uxlaydi, tungi vaqtda uxlaydigan tovuslar. Ikkinchi guruh, birinchi guruh 1000 ta tovusda esa har biriga, ya'ni tovusni o'sha xonasida svet yoqib qo'yildi kechasi bilan. Svet yoqib qo'yilgandagi tovuslarda 92.6%da barchasida umurtqasida skolioz, kifoz kuzatildi. Nimaga? Sababi bu yorug'lik, ya'ni miya markazimizda epifiz bezi bor. Epifiz bezi bu melatonin gormonni ajratib chiqaradi. Insonda ham xuddi shu epifiz bezi melatonin gormon ajratib chiqaradi. U melatonin gormon bizda uyqu bo'ldi, uxlash kerak deydi va osteoblast hujayralarni ko'p miqdorda ishlab chiqaradi va u tekis chiroyli o'sishni ta'minlab beradi. Bordi-yu melatonin gormonini ishlab chiqarish buzilsa, u qachon buziladi? Qachonki u melatonin tungi vaqt bo'ldimi, soat kechqurungi qorong'i tushdimi, u melatonin gormon signal beradi. Ya'ni seni uyqu vaqting keldi, uxla. Bizda gadjetlar, telefon, televizor yoki ota-onalarning o'zi ham kech uxlaydi, televizor qo'yib qo'ygandan keyin farzand uxlamaydi. Va yorug'lik bo'lgandan keyin, shovqin bo'lgandan keyin uni miyasidagi buyruq hali yorug', uxlashga bor deydi. Natijada osteoblast hujayralari ishlab chiqarilishi noturg'un bo'ladi. Shuni hisobiga ham umurtqada buzilishlar kelib chiqadi. To'g'ri, bizda u tadqiqot insonlarda o'tkazilishi mumkin bo'lmagani uchun ham bu tadqiqot o'tkazilmagan, lekin o'tkazilgan tadqiqotga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yorug'likka tovuslarda uchragan, ya'ni 100 ta tovusdan 92 tasida skolioz kuzatildi degani. Undan tashqari xuddi shu bezni kalamushlarda olib tashlagan hammasini umurtqasida, hattoki oyoqlarida deformatsiya bo'lishi kuzatildi, ya'ni gipofiz bezini jarrohlik yo'li bilan olib tashlaganda, ya'ni gormon ishlab chiqarish buzilgani uchun. Shuning uchun ham bizda hozir muammo gadjetlar, kech uyqu hisoblanadi. Juda ham zo'r javob bo'ldi. O'zim uchun ham yengillik bo'ldi bu. Ya'ni yana bitta narsa, hozir eng og'riqli mavzulardan bittasi skoliozni o'z avtorlik metodikasi bilan davolaydigan qo'sh tirnoq ichidagi mutaxassislarga fikringiz, masalan internetda nimaga bu kunda hozir onalar aynan 10 yil, 9 yil universitetda bazaviy bilimni olib, keyin yana yillar davomida malaka oshirayotgan shifokorga emas, aynan internetda obunachisi ko'p bo'lgan mutaxassislarga borishyapti. Albatta, bizda bu og'riqli nuqta hisoblanadi. Bizda tibbiy madaniyat deymiz, tibbiy saviyamiz tan olib yetishimiz kerak, biroz pastroq. Bu bir. Ikkinchi masala bu birinchi o'ringa chiqqan hozir internet tarmoqlari. Reklamni marketing, menejment marketing internetda bu rivojlanish, har xil odzivlar. Bu shular orqasidan, ya'ni odzivlar orqasidan, boshqadan bu avtorskiy metodim degan narsa bizani g'ashimizga tegadi. Ya'ni biz tibbiyot mutaxassislari,
10 yil o'qib turib va nechadir yil malaka oshiramiz, ilmiy jihatdan isbotlangan tibbiyotga yondoshamiz, lekin 3 oy massaj kursida o'qiladi va 3 oy massaj kursidan keyin nechadir yil staj bo'lar, lekin bu staj faqat massaj yo'nalishi bo'yicha, lekin avtorskiy metod bo'lishi uchun bu ilmiy isbotlangan tibbiyotga kirishi shart. PubMed deymiz, PubMedda bu ilmiy isbotlangan. Ilmiy isbotlangan bo'lishi uchun bu tadqiqot o'tkazilishi shart. Oddiy 10 ta, 20 ta, hattoki 30 tada o'tkazilgan ko'nikma bu hech qanday isbotlanmaydi va bu o'zimning metodim deyish bu biroz xato bo'ladi. Sababi bu metod 10 taga yordam berar va 10 tadan keyin 20 taga yordam beradi. Undan bordi 100 taga. Lekin har bir inson individual xususiyatga ega. Shuning uchun ham avtorskiy metod degan narsaga aytib o'tganingizdek qo'sh tirnoq ichida bo'lishi bu tabiiy. Agarda inson hozir internet rivojlandi, tibbiy madaniyat ozgina o'stirish uchun qiyin emas. Shundoq telefonni olasiz, shundoq yozasiz. Ilmiy tibbiyot. Ilmiy tibbiyot deganimizda hozirgi massaj, boya boshida aytib o'tdik, fizioterapevtik muolajalar skoliozni to'g'rilamaydi. To'g'ri, qon aylanishi, modda almashinuvi, mushaklarni ishlashiga nisbatan yordam berishi mumkin. Ammo suyaklar o'zgargan skolioz kasalligini to'g'rilamaydi. To'g'ri, qomat buzilishiga yordam beradi. Ya'ni LFKlar bilan qo'shib qilganda boshqada qomat buzilishiga yordam beradi, lekin skoliozga mutlaqo yordam bermaydi. Shuning uchun ham onalarga tavsiya qilib qolamiz, tanlayotganda, shifokor tanlayotganda yoki bo'lmasa davo taktikani, fizioterapevtik davo taktika tanlayotganda internetda o'zidan har xil joylarda emas, ya'ni ilmiy isbotlangan deb internetdan so'rab va shu Instagram sahifadami boshqadami qayerda bor, bizda bormi, yo'qmi degan savolni oldinga surib o'ziga maqsad qilib qo'yishligini tavsiya qilib qolamiz. Har qanday o'sha metodika ham, u avtorlik metodikasi bo'lsa ham, u ilmiy isbotlanishi kerak. Keyingina protokollarga kirgizilishi kerak va undan keyingina ishlatishga ruxsat beriladi. Demak, har qanaqa o'sha nima deydi, mutaxassislarga ham baribir hujjatini so'rash kerak deb o'ylayman, baribir. Chunki aynan skoliozda, mana siz o'zingiz ham anaqangizdan kelib chiqib aytsangiz, bitta patsientga bergan muolajangiz ikkinchisiga umuman to'g'ri kelmasligi mumkin. Chunki skolioz juda ham turi ko'p va vrachlarning o'zi individual ishlab turgan paytda bitta avtorlik metodikasi bilan hammani davolash bu ochiq yolg'on hisoblanadi. Lekin buni tushunish uchun xalqimiz ko'proq o'sha haqiqatda hozir aytganlaridek ilmiy maqolalarni o'qishlari kerak. Google'da ham hamma informatsiya to'g'ri emas bugungi kunda. Keyingisi yana shunaqa kritik savol. Poliklinikada shifokorni kichik xatosi uchun uni portalgacha yozishayotgan insonlar nimaga bu soxta mutaxassislarga ishonishyapti deb o'zi aldangan onamiz savol berdilar bugun menga. Bizda davlat shifoxonasi va xususiy shifoxona degan narsa bor. Davlat shifoxonasida bilamiz, vazirlik tomonidan chiqarilgan buyruqlar, vazirlik tomonidan qilib qo'yilgan buyruqlar asosida sanitariya qoidalariga rioya qilgan holatda ishlanadi. Va bilamiz, davlat shifoxonalarida SMMshlar yoki bo'lmasa nima deydi, marketing qiladigan mutaxassislar yo'q. Va u yerga murojaat qilingan bemorlarni ko'ramiz, davo qo'llaymiz va uyiga javob beramiz. Endi xususiy klinikalarda, xususiy nimalarda bu narsalar keng yoritilgan, keng internetni qamragan ota-onalar hozirda bilamiz internetdan ko'radi va shu yerga boradi. Shuning uchun ham davlat shifoxonasida qilingan muolajalar hammasi standart asosida qilinadi. Ammo lekin giperdiagnostika xususiy klinikalarda boshqa qilinganlarida va ularning so'zi orqali ham portalga yozishgacha borishadi. Lekin agar chuqur o'ylab qaraydigan bo'lsak, o'sha yerda o'tirgan shifokor ham 10 yil davomida o'qigan, o'z ilmini qayerdadir oshirgan va hech bo'lmaganda shifokor bir kunda bitta maqola o'qishga ulguradi. Sababi har kuni unga murojaat qilib kelayotgan bemorlar bir xil emas. Har xil keladi va qaysidir joyida kallasi yetmasa, bilimi ozgina suslik qiladigan bo'lsa, albatta uyiga borib u albatta ilmiy maqola izlanadi va o'qiydi. Shuning uchun ham portalga yozish, boshqaga biza to'g'ri, endi shifokorlar ham besh qo'l baravar emas. Qattiqdir yomon muomala qilgan bo'lishi mumkin, boshqa mumkin. Lekin shifokor ham odam. Oddiy bilamiz, ikkita dona farzandni katta qilsak, bitta farzand ikkinchisiga nisbatan aytganingizdek qilmasa qancha urishasiz. Shifokor ham bir kunda qabul qilish kerak bo'lgan normasi bor. O'sha normadan ko'ra har bir shifokor poliklinikada ko'p
bemorlar qabul qilishadi. Natijada aholimiz tomonidan murojaatlar bo'ladi. Shunga yordam bering, ya'ni ikkinchi marta yana portalga yozilmasin degan maqsadda keragidan ortiq bemorlarni ko'rishga oshiqadi bizning shifokorlar. Shuning uchun ham u portal deganda u poliklinika-ku shunga yozgan deydigan fikr noto'g'ri. Yana fikringizni bilmoqchi edim. Skoliozga tashxis qo'yishda o'sha rentgenologik qarab turib Google ko'pi bo'yicha qo'yiladi. Lekin bugungi kunda mutaxassislar yelkaga qarab, klinik qaragan holatda bitta bemorimiz keldilar. Mani qizim 3-stepen skolioz deb keldilar. Rentgen qilamiz, hech qanaqa skolioz yo'q. Shunchaki mushaklar disbalans hisobiga yelka ikki xil turibdi, lekin skolioz yo'q. Lekin ularni 4 oy mobaynida mutaxassis, o'sha qo'shtirnoqchilik mutaxassis 3-stepen skolioz bolangizda deb davolagan. O'sha rentgen bo'yicha tashxis qo'yish bo'yicha fikrlaringizni aytib o'tsangiz onalarga tushunadigan tilligida. Albatta. Insoniyatda shunaqa narsa borki, sog'liq deganda hammamiz qo'rqamiz. Hammamiz ota-onamiz, farzandlarimiz bor. Farzandimiz bitta shamollasa yoki bitta yo'talsa yuragimiz achishadi. Endi giperdiagnostika bu ko'p degan diagnostika, bu tashxislash degani, ya'ni haddan ortiq tashxislash sizga bo'lgan murojaat va ota-onada bo'lgan qo'rquvni uyg'otadi. Bilamiz, qo'shtirnoq ichida deb bekorga aytmaymiz, qo'shtirnoq ichidagi mutaxassislar bu 3-daraja degani ota-onaga oddiy aytish. Masalan, har qanday odam oq xalat kiyib turib, sizni farzandingiz 3-daraja skolioz, bu nafas olishini buzadi, sizda kelajakda tug'olmaydi, sizni kelajakda farzandingiz davolana olmaydi, o'zida nogironlikka olib keladi desa har qanday ota-ona qo'rqadi. Va sizni 3 kurs massaj, 6 kurs mana qilmasak bo'lmaydi. Qilib bo'lganimizdan keyin, undan keyin yana qilmasak bu qaytadan qoladi. degandan keyin va 3-daraja skolioz mana umurtqasi kuragi asimetriyada yelka 2 xil edi, qani 2 kursdan keyin zo'r bo'ldi. Bilamiz bu qomat buzilishida ham, hattoki u qo'shtirnoq ichidagi mutaxassislar ko'rsatib bergan kuragini bir xilligini biz 3 sekund davomida ham davolay olamiz. Oddiy qilib aytganda kuragi 2 xilmi? O'zimiz ota-onalar uyda yuqori turgan kurak va past turgan kurakni oddiy yuqori turgan kurak tomonidagi paravertebral, ya'ni umurtqaning yonidagi mushaklarni tirnog'imiz bilan chimchilash yoki niqtalash orqali 2 marta yo 5 martagacha niqtalab turib, bemorni shunday ko'rsak kuragi to'ppa-to'g'ri bo'ladi. U nima uchun? Ya'ni umurtqani ushlab turgan 20 dan ortiq mushaklar bor. O'sha mushaklarning spazmi hisobiga. Endi bu spazm ma'lum bir vaqtdan keyin sekin yana qo'yib olgandan keyin asimetrik holatga keladi. Shuning uchun ham unda ishlangan to'g'ri terapevtik muolajalar umurtqani asta-sekinlik bilan to'g'rilashga olib keladi. Giperdiagnostika bo'lgani uchun ota-onalar qo'rqqani uchun ham qatnashadi va natijada bordi-yu u haqiqiy skolioz bo'lsa, rivojlanish tabiiy. Sababi oddiy fizioterapevtik muolaja, massaj, fizioterapevtik muolajalar hech qachon skoliozni davolay olmaydi. Bordi-yu ristr chizig'i boya aytib o'tdik, yopilishiga qarab o'zgaradi. Ayniqsa 9 yosh, 10 yosh farzandingizda, farzandda bu narsa kuzatiladi, ya'ni shu paytda bizda 3-daraja ekan deb 6 oy mobaynida yoki bordi-yu 3 oy mobaynida qo'shtirnoq ichidagi mutaxassisga qatnaydigan bo'lsa, undagi darajasi ko'payishi 15 gradusgacha, 15 dan 25 gradusgacha tashkil etadi. Agarda pubertatni, ya'ni pik, o'sish piki deyiladi, bilamiz, maktabda tez o'sib ketadi farzandlar. Xuddi o'sha pikda bo'lib qolsa, shuning uchun ham ota-onalarga tavsiya qilib qolamiz, avvalambor ortoped va kerakli muolaja, boya aytib o'tganimizdek, ilmiy isbotlangan muolajalarni qo'llash maqsadga muvofiq bo'lamiz. Zo'r. Yana bitta narsani aytmoqchi edim. O'sha tashxis qo'yishda ortopedlar Google ko'pi bo'yicha, shuroterapeutlar ham Google ko'pi bo'yicha aytiladi va bunga faqat travmatolog ortopedlar Google ko'pi bo'yicha 1-chi, 2-chi, 3-chi darajada deb tashxis qo'yish haqli. Qolgan mutaxassislar skoliozga skolioz deb tashxis qo'yish hech qachon rentgensiz bu umuman mumkin emas bo'lgan holatlar. Ota-onalar ham buni bilish kerak deb o'ylayman. Albatta. Bilamiz, diagnostika, ya'ni birinchi kuragi 2 xil bo'lishi, yelka 2 xil bo'lishi bu har doim ham skolioz degani emas. Qomat buzilishida ham bu narsa kuzatiladi.
Skoliozga shubha qachonki Adams testi deyiladi, ya'ni ilmiy jihatdan u oddiy farzandni oyog'ini juftlagan holatda 90 gradusga egiltirib qo'llarini osiltirganimizda umurtqalarni, qovurg'alarni asimetrik holda bo'lish. Ya'ni Adams testi eng birinchi informatsiya beradigan obyektiv ko'ruvdagi tekshiruv usuli hisoblanadi. Bordi-yu, massajist bo'lamizmi? Buni baribir podkastimiz massajist ham ko'rishi mumkin. Boya aytib o'tganimizdek, qo'shtirnoqchilik mutaxassis ham ko'rishi mumkin. Bemorni engashtirib ko'rdikmi? Bordi-yu, Adams testi musbatmi? 100% rentgen tekshiruv qilinishi shart. Rentgen tekshiruv eng oson tekshiruv, hamma yoqda bor, qilsa bo'ladi. Turg'izgan holatda rentgen tekshiruv qilinadi va undan keyin shifokor ko'rigi albatta muhim. Aytib o'tganimizdek, ko'p burchagini o'lchash, uni darajasini o'lchash va davoni, taktikani tanlash muhim hisoblanadi. Oddiy uy sharoitida ham har qanday ota-ona farzandini oyog'ini juftlagan holatda 90 gradusga keltirib, umurtqadagi asimetrik holatni bildirib, birinchi navbatda ortoped shifokorga ko'rinishi zarur deb bilamiz. Yana bitta narsa aytmoqchi edim. Ko'pincha onalar so'rashadi, bir yilda necha marta rentgenga tushirish mumkin o'zi bolamizni deb. Boya aytib o'tdik, Richter chizig'i 0 bo'ladigan bo'lsa, har 3 oyda biza tekshirish maqsadida 3 oyda tekshirib turamiz umurtqa pog'onasini. Richter chizig'i 2-3 ga keldimi, har 6 oyda. Richter chizig'i 5 mi, 1 yilda, 2 yilda bir marta rentgen tekshiruv qilinadi. Ziyon emasmi? Albatta ziyon emas. Bizda degan ko'p murojaat bo'ladi. Oldin to'g'ri rentgen, oldingi rentgenni bilamiz, nurlanish katta. Hozirgi rentgenlar sifroviy rentgen, oldingi tushirilgan rentgendan bir muncha ziyoni kam. Shuning uchun ham sog'liq maqsadida rentgen tushirishimiz shart. Boshimiz og'risa dori ichamiz, albatta u dori buyrak yoki jigar orqali chiqib ketadi. Oddiy o'sha dorining ham zarari bor. Shuning uchun agar uni ichmaydigan bo'lsak, boshimizda og'rib qolmaydi. Xuddi shunga o'xshab kasallik rivojlanmasligi uchun bolaning yoshi yoki qachondir rentgen tushirilgani mutlaqo ahamiyatga ega emas. Zararida unaqa katta emas. Shuning uchun bemalol tavsiya qilamiz, rentgen desa qo'rqib ketmaslikni tavsiya qilamiz. Onalar uchun zo'r podkast bo'lyapti. Menimcha juda ham tushkunlikka tushib qolgan paytda ko'rganda umid beradigan haqiqiy zo'r podkast bo'lyapti. Savolim yana keyingisi, operatsiyadan so'ng nimalarga ahamiyat beriladi? Jarrohlik amaliyotidan so'ng ahamiyat beriladigan narsa bu birinchi navbatda ortopedik rejim. Jarrohlik amaliyotidan keyin qisqasi 6 oy, uzog'i 1 yildan keyin inson odatiy turmush tarziga qayta oladi. Hattoki sport bilan ham muntazam shug'ullana oladi. Boya aytib o'tganimizdek, suzish, tennis, yugurish, to'g'ri ko'tariladigan sport boshqa bilan yoki ishtanga ko'taradigan sport bilan shug'ullana olmaydi. Qolgan sport bilan osonlik bilan shug'ullanadi. Operatsiyadan keyin birinchi navbatda e'tibor beradigan narsa bu umurtqaga bo'ylama yukni tushishini oldini olish, ya'ni o'tqizish. O'tqizishdan ehtiyot qilinadi. Umurtqada turg'izish va yotqizishlarga e'tibor berish kerak bo'ladi. Har bir jarrohlik amaliyotidan keyingi ortopedik rejimni har bir jarrohlik amaliyoti o'tkazgandan keyin shifokor A do'ya, ya'ni A'dan Y'gacha tushuntirib boriladi. Hamda bu klinika sharoitida 8 kun 10 kun davomida davolanganning o'zida bu ota-onaga o'rgatiladi. Va uyda ham shu ortopedik rejim davom etadi. 3 oylardan keyin, ya'ni 4 hafta, 8 haftadan keyin sekin-sekin o'tirishga ruxsat beriladi. Undan keyin oddiy yugurish, chopish, aytib o'tganimizdek 6 oydan keyin odatiy turmush tarziga aylanadi. Shuning uchun ham jarrohlik amaliyoti deganda qo'rqib ketish, jarrohlik amaliyotidan keyin umurtqasi qotib qoladi degan fikrni biz chetga surib qo'ya olamiz. Qachon o'zi operatsiyaga tavsiya qilinadi? Jarrohlik amaliyotiga bu skoliozni boya aytib o'tdik, darajalari bor. Ya'ni 10 gradusgacha birinchi daraja, 10 gradusdan 25 gradusgacha ikkinchi daraja, 25 dan 40 gacha u 3-daraja, 40 dan yuqori o'tdimi, bu 4-daraja. Operativ muolaja qachon ko'rib chiqiladi? Agar idiopatik skolioz bo'ladigan bo'lsa, operativ muolaja bu 40-45 gradusdan o'tgandan keyin u haqida o'ylanadi. Bordi-yu gradus ko'rsatkichi 10 gradus, 18 gradus, 25 gradus, 22 gradus bo'ladigan bo'lsa, konservativ davo haqida bosh qotirish kerak bo'ladi. Albatta, isbotlangan tibbiyot asosida konservativ davo muolaja bu bilamiz, boya gaplashdik, shirot terapiya, korset terapiya. Korset terapiya u 20 gradusdan o'tdimi, albatta shino korset tayyorlanishi shart va shino korsetni muntazam ravishda taqilishi muhim. Sabab shino korsetni tayyorladik. Tayyorlagandan keyin uni oddiy kiyimdek hisoblanib qoladi bo'sh taqsa. Vaqti bor.
to'g'ri boshida restr chiziq katta bo'lsa, ya'ni hali o'suvchi zonalar bemalol bo'ladigan bo'lsa, unda korset terapiya 23-22 soatgacha taqilishi zarur. Ko'pchilik ota-ona tomonidan fobiya bor, ya'ni korset taqsa mushak yumshab ketadi. Mushak yumshashib ketadi. Bu fobiyani chetga surishimiz kerak. Nimaga? Hozirgi shino korsetlar butun dunyoda rivojlanib ketdi, hattoki bizda ham. Shino korsetni taqqan holatda mashqlar qilinadi, albatta. Shino korset taqdim, qo'lni ko'tarish ham bir necha mushaklarni ishlata oladi. Hech qanday shino korset taqilganda mushak bo'shashmaydi. Shino korsetning o'zida ham LFK muolajalarini osonlik bilan qilinadi. Shiro terapiya esa skoliozni 15-20 gradusgacha korreksiya qilib bera oladi. Bizda korset bu ushiydi, ya'ni bosim orqali ushiydi. Korsetni o'zi yetarli hisoblanmaydi konservativ davo uchun. Bu korset ushlagandan keyin yonidagi mushaklarni ishlatish orqali, torsion harakatlarni berish orqali, ya'ni nafas bilan bu skoliozni o'sha holatda ushlab qolishga olib kelinadi. Deylik 30 gradus, ya'ni shiroterapiya e'tiborimiz ilmiy isbotlangan 15 dan 20-25 gacha hattoki gradusni korreksiya qilib beradi. Agarda 30 graduslik skolioz 5 gradusga olib tushilsa, bu juda katta baxt hisoblanadi. Bordi-yu meni o'zim yoki siz o'zingiz ham rentgen qiladigan bo'lsak, birinchi daraja skolioz chiqishi tabiiy. Sababi 3 gradus, 5 gradus chiqishi tabiiy. 30 gradusli skoliozni shiroterapiya bilan, konservativ davo bilan bu 5, 7, hattoki 10 gradusgacha olib kelib olish bu katta yutuq hisoblanadi. Shuning uchun ham erta aniqlash va erta davolash taktikamiz eng muhim hisoblanadi. Boya aytib o'tdik, 10% gacha bemorlar operativ muolajaga boradi. Bordi-yu uni erta aniqlab, erta davo taktika qo'llasak, shunda maqsadga muvofiq bo'ladi hamda skolioz bilan kasallangan bemor bolajonlarimiz ham erta davolanib, jarrohlik amaliyotiga 40-50% gacha cheklanishga olib keladi. Ya'ni bormaydi jarrohlik amaliyotiga. Men mana shu narsaga hayron qolaman. Ortopedlarning ichida ham bu mif bor ekanda. Yo'q, shuni taqtirmaylar, taqtirsanglar mushaklar atrofiyaga uchraydi va keyinchalik yomon bo'lib ketadi degan. Albatta bizda har qanday sohada yengillikka bo'lgan qarash tubdan farq qiladi. Oddiy misol aytib o'tdik, boya restr chizig'i dedik, ya'ni o'suvchi zonaga qarab aniqlaymiz. Shu narsa kirib kelmagungacha, ya'ni 1982-yildan, ya'ni 2000-yildan rivojlanib ketdi. Shu narsaga oltin standartga kirganiga, ya'ni skolioz kasalligida restr chizig'i birinchi o'rinda, ya'ni oltin standart butun dunyoda. Bu ham, ya'ni restr degan olim buni topganda ham birinchi bo'lib o'zi topgandan keyin o'zi qo'llagan. Hamma unga yomon qaragan, hattoki rivojlangan davlatda ham bu narsa bor. Undan keyin, ya'ni uni hayotidan keyin birinchi bo'lib uni shogirdlari qo'llagan. Shu chiziqqa qarab turib, korset terapiya, davo muolaja, operativ davolab muolajalar tanlangan. Undan keyin 2000-yilda bu standartga kiritilgan. Xuddi shunday kasalliklar ham standartlarga kirib kelyapti. Ya'ni rivojlangan mamlakatlarda shuni standartga kirdi. O'ylaymanki, bizda ham standartlar yengillanyapti, standartlar qilinyapti. Shuni korset standartga kirgandan keyin hech qaysi shifokor standartdan chetlasha olmaydi va standartga kirgizilgan narsani tan olishga majbur. Sababi boya aytib o'tganimizdek, ilmiy isbotlandimi? Har qanday olim bo'lmaydimi, boshqa bo'lmaydimi, u tan olishga majbur va qilinishi shart. O'zini, ya'ni metodikam dedik, boya aytib o'tdik-ku, shaxsiy metodikam, o'zini metodikam bular surib qo'yiladi chetga ilmiy tibbiyotning oldida. Shuning uchun ham biza bu shifokorlar o'qish, har xil shifokorlar bor, o'zini saviyasi, o'zini o'qish ilmi, o'zini tan olishi bor. Shunga qarab baholasak ham bo'ladi. Lattali korsetlar haqida fikringizcha? Skoliozda. Lattali korsetga keladigan bo'lsak, bu lattali korset sizga, menga charchoq bo'lmasligi uchun, qomatni nisbatan tekis ushlashimiz uchun kerak. Lekin bizga ham kerak emas aslida, sabab biz ham sport bilan muntazam shug'ullanishimiz yoki uy sharoitida o'zimiz elfik mashqlar qilib turishimiz bu hayotimiz uchun ham, sog'lig'imiz uchun ham muhim. Endi bordik, ish yuzasidan, ish shuni taqozo etsa, taqsak bo'ladi. Ya'ni biz o'sish yoshidan o'tib bo'lganmiz. Ammo hozir bilamiz, korsetga kirib kelishadi va korset taqdim deyishadi. Bu giperekstension korset deyishadi, ya'ni qomatni ushlab turish uchun korset deymiz. Boya aytib o'tdik, umurtqa pog'onasida mushaklar bor, ya'ni 20 dan oshiq mushaklar bor, erektor, ya'ni chuqur va yuzda mushaklar bor. Bu barcha mushaklar Alloh tomonidan yaratilgan va bu korrektor vazifasini bajaradi. Insonning o'ziga tug'ilgandayoq berilgan.
Bu mushakni ishlatmasdan uni mushakni o'rniga korset, ya'ni lattali korset, rezinkali korset taqib qo'yadigan bo'lsak, bolamiz bu korsetda bu tortib turadi. Mushak ishlamaydi. Oddiy misol suyanamiz, mana stolga suyanganimizda hamma mushaklar bo'shashadi. Oddiy mashinaga o'tirgan holatda bitta suyanganimizni o'zimiz miyamizni ishga solsak, orqadagi mushaklar bo'shashganini his qilamiz. U korset u doimiy ravishda uni ushlab turishi mushaklarning barchasini bo'shashiga olib keladi. Natijada korsetni yechgandan keyin u mushaklar kuchi kam bo'lgani uchun bolada qayta kifoz rivojlanadi. Sizda manda o'sish bo'lmagani uchun boshqa bo'lmagani uchun taqib turishni tavsiya qilsak bo'ladi. Unda ham holatdan kelib chiqadi, ya'ni o'tiradigan ish bo'lsa doimiy ishxonasida shu maqsadga muvofiq bo'ladi. Lekin ularga ham sport tavsiya qilamiz. Shuning uchun ham lattali korsetlarni bolalarga, ya'ni o'sish, rivojlanish paytidagi bolalarga tavsiya etmaymiz. Skoliozda lattali korset mutlaqo yordam bermaydi. Skolioz degan tashxis qo'yildimi, torsiya bormi? Albatta aytganimizdek shiroterapiya hamda shino korset darajasiga qarab yuqori darajada, ya'ni 4-darajali bo'ladigan bo'lsa, jarrohlik amaliyoti haqida bosh qotirishimiz kerak bo'ladi. Yana eng katta og'riqlardan biri o'zi O'zbekistonda o'g'il bolada ko'proq uchraydimi, skolioz qiz bolalarda ko'proq uchraydimi? Statistik ma'lumotlarga qaraganda 8:1 nisbatda, ya'ni qiz bolalarda skolioz kasalligi ko'p uchraydi. Ya'ni 8 ta qizda uchraganda bitta bolaga to'g'ri keladi, o'g'il bolalarga. Shuning uchun ham bizda qiz bolami research zonalar, ya'ni o'suvchi zonalar bemalolmi albatta har 3 oyda rentgen yig'ilib turish, har 3 oyda ortoped ko'rikdan o'tib turishni tavsiya qilamiz. Bordi-yu o'g'il bola bo'ladigan bo'lsa, o'g'il boladan, ya'ni qizlardek xavotir olgandek olmaymiz. Ya'ni 6 oyda bir rentgenlarni ko'rib, rentgen tekshiruvdan o'tkazib, ortoped ko'rigiga murojaat qilib etamiz. Qiz bolada o'g'il boladan farqli jihati shundaki, ularda estrogen gormonlari bor. Estrogen gormon hisobiga ham skolioz tez rivojlanadi. Hattoki skolioz bo'lamiz o'sish yoshigacha bo'lgan narsa deyishadi. Yo'q, kuzatiladi, faqat kam miqdorda. Ya'ni skoliozni darajasi 40 dan oshiq bo'ladigan bo'lsa, 1 yilda 1 gradusgacha, 30 gradus, 25 gradus bo'ladigan bo'lsa, 25 yoshdan keyin yiliga 1 yilda, 2 yilda yarim gradusgacha, 1 gradusgacha farq qiladi. Doktor, hozirgi kunda ko'p onalarni qo'rqitadi. Ayniqsa skolioz bo'lgan qizlarda tushkun kayfiyat bo'ladi. Ular turmushga chiqa olmayman, o'ziga bo'lgan ishonch tushib ketadi. Shunaqa insonlarga shifokor sifatida maslahatlaringiz? Albatta. Bu kasallik oddiy kasallik olib qaramasak ham, oddiy kimlarimiz qoshimiz yoki yuzimiz asimetrik bo'lsa, mani qulog'im sal shalpan qiladi degan, ya'ni jamiyatda ijtimoiylashish va psixologiyasiga ta'sir qiladi. Endi bordi-yu agar skolioz kasalligi bo'ladigan bo'lsa, bu boya aytib o'tdik, ortopedik kasalliklar ichida yuqori o'rinda, ya'ni og'ir kasalliklar turiga kiradi deb aytib o'tdik. Qiz bola, nafaqat qiz bola, agar hattoki o'g'il bolalar ham umurtqa pog'onasida muammo bo'lsa, tushkunlikka tushishi tabiiy. Shuning uchun ham rivojlangan mamlakatlarda psixoterapevtlar bilan birgalikda ishlanadi. Inson o'zini o'zi ko'ndira olishi juda muhim. Ya'ni skolioz bedavo dard emas. Oldingi ota-bobolarning so'zi bor, bu ko'rni go'r to'g'rilaydi. Mutlaqo u maqol hozirgi zamonamizga to'g'ri kelmaydi. Sababi bizning imomimiz, bizning mazhab boshimiz Imom Azam rahmatullohi alayhi aytganlarki, zamonni angla va shunga mos harakat qil. Ya'ni zamonni anglagan holda harakat qilishimiz kerak. Buni necha asr oldin aytilgan. Hozirgi zamonamizda tibbiyot rivojlangan, davo taktikalari rivojlangan paytda bu ko'rni go'r to'g'rilaydi degan maqol mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun ham bu bedavo dard emas, tushkunlikka tushish mutlaqo kerak emas. Sababi bordi-yu darajasi yengil bo'ldimi, buni konservativ davo bilan ham davolasa bo'ladi. Bu birinchi masala. Ikkinchisi, shino korsetlarimiz bor, shino korsetda ham davolasa bo'ladi. Bu ikkinchisi. Uchinchisi, bordi-yu daraja og'ir darajaga kelgan bo'lsa, unda oxirgi yo'l jarrohlik amaliyoti. Jarrohlik amaliyotidan keyingi qoladigan ingichka chiziqni inobatga olmasak, mutlaqo sog'lom turmush tarziga 100% qayta oladi. Shuning uchun ham tushkunlikka tushgan qizlarimiz, o'g'il bolalarimizga tavsiya qilgan bo'lamiz. Bu bedavo dard emas, davosi bor kasallik hisoblanadi. Oldingi davrlarga o'xshab skolioz u darajada qo'rqinchli emas. Operatsiyalar ham juda ham muvaffaqiyatli bo'ldi va mana doktorimiz aytadilar, 3 ta farzandli bo'lgan qizlar ham bor ekan hayotda va bemalol
har doimgi hayot tarzini davom ettirish kerak, tushkunlikka tushish kerak emas demak. Zo'r. Yana buni aytmoqchi bo'lganim, umumiy bolalarni oladigan bo'lsak, ularni necha foizida skolioz uchrayapti, shuni aytib o'tsangiz. Umumiy bolalarni oladigan bo'lsak, boya aytib o'tganimizdek 100 tadan 2 ta yo 3 tasida. Endi skolioz 2 ta 3 tasida bo'ldi degani, bu shunchalik har bitta 100 ta boladan 2 ta 3 ta skolioz ekan, shunchalik ko'p ekanmi degan fikrga borib qolish kerak emas. Hamma yurganda to'g'ri-ku deydi. Lekin skolioz darajalari bor. Ya'ni 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajalari bor. 1-chi, 2-chi daraja ham bu ko'rsatkichga kiradi. Shuning uchun ham men tavsiya qilgan bo'lardim, davlatimiz tomonidan yoki bo'lmasa o'zimizning tashabbus bilan bog'chalarda, maktablarda spontan, ya'ni hamma bolalarni tekshiruvdan o'tkazish. Aynan skolioz kasalligi tekshiruv o'tkazish juda ham oson. Hamma bolalarni birga turg'izib qo'yamiz va hammasi 90 gradusga, ya'ni Adams testini qilib egilishini tavsiya qilamiz. Va asimetrik umurtqa, asimetrik qovurg'alar bo'ladigan bo'lsa, albatta hammasi rentgen tekshiruvdan o'tishi zarur deb bilaman. Zo'r, yana bitta savolim, bu ham onalardan tarafidan berilgan. Men ular bitta patsientimizni operatsiyaga jo'natgandim, chunki haqiqatda og'ir torsiya holatlari bor edi va ular yo'q bo'lib ketishdi uzoq vaqt. Bir payt qaytib kelishdi, nimaga bormadinglar operatsiyaga desam, o'sha internetdagi mutaxassis ularga men sizlarni operatsiyasiz davolab beraman degan va'dani bergan. Va surishtirib bilganimda uni hattoki tibbiy obrazovaniyasi ham yo'q, ya'ni tibbiy ma'lumoti ham yo'q. Bunaqa mutaxassislarga aldanmaslik uchun onalarga nimalarga ahamiyat berishligi kerak masalan? Bunday mutaxassislarga aldanmaslik uchun avvalambor tajribaga ega ortopedga murojaat qilish zarur. Birinchi navbatda bizda bilamiz, respublika miqyosida davlatimiz tomonidan tashkil etilgan markazlar bor. Qon quyish markazi, qon kasalligimi? Albatta, qon quyish markaziga murojaat qilishi shart. Respublika bolalar ortopediya markazi, aynan ortopedik kasalliklarga ixtisoslashgan, o'sha yerga murojaat qilishi shart. Ya'ni kasallikni internetlardan yoki boshqa ommaviy axborot vositalaridan yoki qo'shtirnoq ichidagi o'zini mutaxassisman deb ko'rsatgan mutaxassislardan olish kerak emas. Ya'ni amaliy tajribasi bor va shu kasallik bilan shug'ullanuvchi hamda davlat tomonidan taqdim etilgan diplomga ega mutaxassislarga murojaat qilishi zarur deb bilaman. Nega deganda bemorlar haqiqatda vaqt yo'qotib qo'yishyapti. O'sha yengil darajalardan og'ir darajagacha o'tib ketishyapti. Aytmoqchi bo'lganim va hattoki shunaqa turlari bor, nogironlikkacha borib qolishi mumkin va buni tushungan mutaxassis risk qilmaydi. Tushunmagan mutaxassislargina shunaqa va'da berishi mumkin. Chunki bu yerda og'ir darajada haqiqatda rotatsiya juda kuchli edi va osteopatiya bilan uni qanaqa qilib davolab berish mumkinligini men xayolimga keltira olmadim va uni yana operatsiyaga yo'lladim. Lekin ular shu darajada ixlos qilishyaptiki, nimaga deganda oson yo'lni har doim tanlaydi insonlar, lekin aslida to'g'ri yo'l mana bu deb ko'rsatganingizda ular har doim oson yo'lni tanlashadi-da. Lekin aslida yolg'on bo'lib chiqqandan keyin daraja og'irlashib, yanada ham holat og'irroq bo'ladi. Hattoki bu jarroh shifokor uchun ham qiyinchilik tug'diradi. Shu podkast davomida biz surat beramiz. O'sha 7 yoshda, 9 yoshda, 13 yoshda rivojlanishi. Xuddi siz aytib o'tganingizdek, o'sha patsientimiz ham bizda massajistga borgan, massaj bilan to'g'rilaymiz, tortish bilan to'g'rilaymiz degan ma'lumotlar berilgan va onani ishontirilgan. Va natijada deformatsiya og'irlashib, hattoki nafas va o'pka yurak faoliyatiga ta'sir qilib, bemor ozg'in holatga kelib qolgani ham bor. Va jarroh uchun korreksiya qilish, uni to'g'rilash birmuncha qiyinchilik tug'diradi. Sababi bilamiz, umurtqa kanalida orqa miya yotadi. Orqa miya qo'ldagi, oyoqdagi ichki kelishi, peshob ajratishiga javob beradigan bu orqa miya. Bordi-yu umurtqani haddan ziyod deformatsiyasi oshsa, biz uni to'g'rilashga harakat qilganimizda, traksiya berganimizda, ya'ni tortilish berganimizda to'g'rilash uchun orqa miyadagi o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, u to'xtatiladi. Chunki birinchi navbatda muhim hisoblanadi insonning harakat. Qiyshiqlik esa ikkinchi darajaga o'tadi. Shuning uchun ham darajasi og'irlashgandan keyingi jarrohlik amaliyotlar birmuncha qiyinchiliklar tug'diradi. Shuning uchun ham erta aniqlab, erta davo taktika tanlash bu maqsadga muvofiq deb bilamiz. Operatsiya belgilagandan keyin tiklanish vaqtini aytib o'tdingiz. Operatsiya vaqtini o'ziga qancha vaqt ketadi? Oson operatsiya emas. Albatta, operatsiya vaqtiga bu skolioz kasalligida qilinadigan jarrohlik amaliyoti
umumiy ortopedik kasalliklarda qilinadigan jarrohlik amaliyotini eng ko'p vaqtini egallaydi. Hattoki shunday kasalliklar borki, neyroxirurg bilan birgalikda qilinadi. 10 soat, 12 soatgacha davom etishi mumkin. Idiopatik skoliozlar esa 5-6 soatni transpedikulyar vintlar qo'yilishiga qarab, hattoki eng kami 3-3,5 soatni tashkil etadi. Zo'r. Menimcha hamma savollarimizga juda ham to'liq batafsil javob oldik. Rahmat. Endi onalarimiz bilishadi, ya'ni kastopravga, umurtqani yoki osteopatga yoki massajistga emas, aynan vertebrolog, travmatolog umurtqa bilan shug'ullanadigan mutaxassisga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilishsa, bu kasallikni vaqtida to'xtatishga va uni davolashga to'g'ri yo'lni ko'rsatib beradi deb o'ylayman. Rahmat, vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun. Rahmat. Juda ham savollarimizga to'liq javob oldik. Menimcha insonlarga juda ham manfaatli video bo'ldi. Vaqt ajratib kelganingizga rahmat kattakon. Rahmat, sog' bo'linglar, charchamanglar. Bu videoni 1 yoshdan 14 yoshgacha farzandi bor, ayniqsa qiz farzandi bor ota-onalarga jo'natib qo'ying.